Sperm hujayra inson tanasidagi eng kichik hujayra. Ammo u hayot yaratish uchun mo'ljallangan eng murakkab va aniq tizimlardan biridir. U spermatogenez jarayoni orqali hosil bo'ladi. Bu jarayon taxminan 74 kun davom etadi. Shu vaqt ichida oddiy hujayra mukammal shaklga kiradi. Uning har bir qismi o'z vazifasiga ega. Bosh qismi genetik ma'lumotni olib yuradi. O'rta qismi mitoxondriyalar orqali energiya ishlab chiqaradi. Uzun dumi esa hujayrani oldinga harakatlantiradi. Millionlab sperm hujayralar yo'lga chiqadi. 100 millionlab ichidan faqat bir necha yuztasi maqsadga yaqinlashadi va nihoyat faqat bittasi ichkariga kira oladi. O'sha muhim lahzada sperm hujayra tuxum hujayra yuzasiga yopishadi. Maxsus fermentlar orqali uning tashqi qatlamini yoradi va o'zining genetik ma'lumotini ichkariga uzatadi. Bu yangi inson hayotining boshlanishi. Shundan so'ng tuxum hujayra yopilib, boshqa hujayralar kirishiga yo'l qo'ymaydi va rivojlanish boshlanadi. Bir hujayradan butun inson paydo bo'ladi. Sperm hujayra juda kichik bo'lishi mumkin, ammo uning vazifasi hayotning davom etishi.